Salom do'stlar, sizlar bilan bugun men Asadbek va bugun do'stlar bizlar bitta itga qarshi har xil mob bilan qayrab ko'ramiz va ularni urishtirib ko'ramiz. Qanday deysizlarmi? Buni video davomida ko'rib borasizlar va sizlarga eng oxirida qaysi katta boss bilan urishtirishimni aytaman. Undan oldin videoga like bosib kanalga obuna bo'lsalaringiz yaxshi bo'lar edi. Va unda biz videoni boshladik do'stlar. Qani bo'lsam biz boshladik. Mana do'stlar, endi bu bizga arini tuxumi va tuxumi kerak bo'ladi. Hozir tushunib olasizlar do'stlar. Nimaga aynan bitta yoki arini tuxumi va shunga o'xshash narsalar bor. Men bitta olaman, uni o'rgataman. Va uni uni ovqatlantirish ham kerak. Yo'q, qanaqasiga ovqatlantirardi bitta. Menimcha bunga go'sht berish kerak. Okey. Go'sht bo'lsa go'shtda. Endi qayerdan olardi? Almen kreativdaman. Pishgan go'sht bo'lishi kerak. Mana. Ishmasam shu edi. Boqishim kerak bu yoqqa kelib. Xo'sh, endi seni ovqatlantiramiz. Bizdagi arini yutdi. Endi ari bizga kerak emas. Endi bizga bu yerda sandiqlarda kim yo'q. Demak, biza bir Creeper bilan ham urishtirib ko'rsak bo'lardi. Lekin Pleasure'da ham bu yutdi. Va bunga yana bunga ovqat beramiz. Va endi Creeper da olarmikan? Hammaydi. Creeper hozir urishtiramiz bu bilan. Endi bular kerak emas, bular kerak. Buni ham solib qo'yamiz ortiqcha narsalarni. Momo yana ko'paydi. Mayli do'stlar, momo bo'lsa momo. Endi buni yana bir o'rgatamiz. Tak do'stlar, yutdi. Mana itimiz yutdi. Endi buni kerak narsalarni olib tashlaymizda. Endi zombi qo'yamiz. Nahotki zombi kuchli bo'lsa. Agar ikkita itga qarshi qo'ysakchi.
Agar qo'shilsa da qo'shiqni ham yutarkan, ya'ni shu o'sha zombisini shunaqani. Tek 3 tasini yutdi. Endi do'stlar, videomizni shu joyda yakunlaymiz demayman. Endi do'stlar, haqiqiy bossga qarshi urushadi bular. Agar o'sha bossni ham yuta olsa, men bu safar bularga yordam bera olmayman, chunki o'zim bularni ovqatlantirib ham qo'yaman. Mana endi ovqatlantiramiz. Buni ham ovqatlantiramiz. Endi bo'lsa egol. Yo, golem yutib qo'ydi afsuski do'stlar. Men golem asosini bitta do'stlar. Sizlar esa kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing. Короче, bugun unchalik adolatli jang bo'ldi deb o'ylayman. Shuning uchun kanalga obuna bo'lishlaringizni istagan bo'lardim.